Shunaqa odamlar bo'ladi. Hech ham yolg'iz tura olmaydi. Hech ham jim tura olmaydi. Doim kompaniyada turish kerak. Doim bir kim bilandir gaplashib turish kerak. Bekor qoldingiz bo'ladi, nima qilyapsan? Nima qil? Gaplashib berdi. Nimaga doim aloqada bo'lib turish kerak, aytingchi? Murid odam Allohning roziligini haqiqiy iroda qilgan murid yolg'izlikni yaxshi ko'radi. Ammo biz aytayotgan jamoatchi odamlar yolg'iz o'tira olmaydi. Yolg'iz qolsa o'zini noqulay his qiladi. Odamlarsiz tura olmaslik. Mana shu kasal muflislikning alomati deyiladi. Muflis kim edi? Bankrot deb qo'yamiz-a. Hamma yo'g'idan ajragan, hech vaqosi yo'q odam muflis deyiladi. Muflislikning alomati min alamatil iflas. Ya'ni muflislikning alomatlaridan bittasi yolg'iz tura olmaslik. Sodiq murid esa yolg'iz qolishni xohlaydi.